Biz botlarni ayirishni bilamiz. Lekin ularni kim yaratgan, qachon va nechtaligini bilmaymiz. Ular o'zi kim? Ahmoqmi yoki bizdan aqlliroq? Hammaga hello PUBG ixlosmandlari. Mana bugun sizlarga PUBGdagi botlarni ko'pchilik bilmagan sirlarini o'rgatmoqchiman. Ko'pchilik o'yinchilar botlar qanday yaralgan, qayerga ko'p tushadi va ular ko'pmi degan savollarni o'zlariga ko'p berishadi. Shuning uchun bugun botlar haqida o'rgatmoqchiman. Do'stlar, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Bu O'zbekistonda umuman qilinmagan noodatiy kontent. Agarda shunaqa videolar ko'p chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing. White PUBG kanal har doimgidek xizmatingizda. Qanunda biz boshladik. Do'stlar, stop, sizlarga surprizim bor. O'zbekistonda noodatiy akkaunt bozor kanali bor. Bu yerda siz oddiy akkauntlar uchratmaysiz. Hattoki bu kanaldan ko'pchilik taniqli youtuberlar ham olgan. Kanal shaxsan o'zimga juda ham yoqdi, hatto o'zim ham obuna bo'ldim. Aziz obunachilar, bunday kanallarni qo'llab-quvvatlab yubormasak bo'lmaydi. Kanal silkasini videoni pastida qoldiraman, o'tib obuna bo'lamiz. Ha, aytgancha, bu yerda eng arzon akkaunt $350 turadi. Puliga arziydi. Qanunda biz ketdik. Bot o'zi nima? Bot bu o'yin razrabochchilar tomonidan yaratiladigan robot. Ular asosan yangi o'yinchilarni osonroq o'yinga o'rganishlari uchun yaratilgan. Qanchalik rangingiz baland bo'lsa, shunchalik bot kamayadi. Lekin almaz rangidan o'tganingizdan so'ng ular kamaymaydi. Bir o'yinda maksimum 40-45% odam, qolgani esa botlar bo'ladi. Ya'ni bir o'yinda 100 ta o'yinchi bo'lsa, 40-45 tasi odam, 55 tasi esa bot bo'ladi. Ishonmasangiz, cheater tanishingiz bo'lsa, o'shalardan so'rab ko'ring. Bular gapimni tasdiqlashadi. Shuning uchun klassik matchlarda ping yaxshiroq, a lobbida esa balandroq bo'ladi. Botlarni ikki xil turi bo'ladi. Birinchisi parashyutdan tushadigan, ikkinchisi esa o'z-o'zidan paydo bo'ladigan. Har bir odamning maxsus boti bo'ladi. Ya'ni siz uchun bir bot, do'stingiz uchun alohida bot. Botlar samolyotdan uzoqqa sakray olishmaydi. 50-100 metrgacha uchisha oladi. Shuning uchun sizga bot kelmay qolsa, uni yo'lda kimdir otib tashlagan bo'ladi. Siz esa nimaga menga bot kelmadi deb hayron qolasiz. Do'stlar, stop. Bir savol meni anchadan beri qiynardi, faqat men bot kelmay qolsa PUBG ni so'karmidim? Bu muhim emas, mayli, javob berishingiz shart emas. Qanchalik rangimiz baland bo'lsa, bot shunchalik kuchli bo'ladimi? Keling buni tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, yangi kompyuter oldim. Agarda shu video 4000 dan oshiq like qilsa, stream xonamda ko'rsataman. Shuning uchun videoga like bosib qo'ying. Men duo rejimiga qo'ydim. Bu yerda rangim zolota va botni oldiga bordim. Ko'rib turganingizdek Thompsonda otib, zo'rg'a menga tekkizyapti. Jonni o'rtacha yeydi. Agar e'tiborli bo'lsak, botni yonida bemalol aylanib yursak bo'ladi. Botlar juda ham ahmoq va ular unchalik xavfli emas. Agarda ehtiyotkorsizlik qilsangiz, sizni o'ldirib ketishlari mumkin. Endi men olmos rangiga kirdim. To'g'ri, o'yinda eng baland rang emas, lekin shunda ham zolotadan ancha yaxshiroq. Ochig'ini aytganda, o'zgarish yo'q. O'sha farqi yo'q. Keyingi eksperimentimiz botlarga flash ta'sir qiladimi? Botga flash otib ko'ramiz. Ha, 2-3 sekund ta'sir qilar ekan, lekin ja ko'p emas. Shu orada dimni ham tekshirib ko'rgim keldi va buni ham qilib ko'ramiz. Yo'q, botlarga dimni farqi yo'q. Botlarni kuchli rejimga o'tkazsa bo'ladimi? Menimcha yo'q. Yoniga borib qo'l bilan urib ham ko'rdim, lekin shunchaki yotib qoladi. Agarda botlar bir-birini ko'rib qolsa, nimalar bo'ladi? Ha, oldin ular bir-birlarini ko'rishganda otishmasdi. Hozir esa buni aksi. Ular bir-birini otishmoqda, hattoki bir-birlarini o'ldirishdi. Ha, bu jinnilikka o'xshashi mumkin. Ikkita bot 30 metrdan bir-birini 50 sekundda o'ldirishi. Lekin fakt bu faktligicha qoladi. Yana bir eksperiment. Botlarning o'qi tugaydimi? Men undan ancha payt o'qlardan qochib yurdim, lekin botning o'qi tugamadi. Bundan kelib chiqadiki, botlarning o'qi cheksiz. Ha, aytmoqchi, qurolsiz botlar ham bo'ladi. Shu paytda meni yana bir savol qiynadi. Uyga botlar kira oladimi? Buni ham tekshirgim keldi. Mana bot keldi, lekin oldimga kirmadi. Shunchaki yonimda aylanib yurdi. Bu bot aniq menga kelgan edi, chunki ancha kuzatib o'tirdim. U uyga kira olmadi, chunki uni hech kim taklif qilmagan edi. Men uni ketib qolsa kerak deb o'ylayotgan paytimda yo'q. U ketmadi. Faqat uyning yonida aylanib yurdi. U bu yerda kimdir borligini
biladi. Ko'ryapsizmi? Bizdan aqlliroq. Sizning personajingizga rostdan bir nechta botlar ulangan va ularning vazifasi sizni topish. Balki ularning maqsadi sizni o'ldirishmasdir. Balki bir nima aytmoqchidir. Menimcha ularni o'rganishni bas qilishim kerak, chunki jinni bo'lib qolishim aniq. Botni ko'ziga ko'rinib uyga kirdim va u uyga kirdi. Ikkinchi etajga ham chiqib ko'rdim. Bot shunda ham yonimga keldi. Do'stlar, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Oxirgacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, noodatiy tuchmal videomiz sizga yoqdi. Agarda siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni g'ayritabiiy oilamizga qo'shiling. Keyingi noodatiy videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Aslo afsuslanmaysiz va do'stlaringizga aytishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan White PUBG kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Biz siz bilan